Barchaga salom. Demak do'stlar, ushbu videomizda sizlar bilan sarmoyasiz ton kriptovalyutasi ishlash haqida gaplashib o'tamiz. Demak, bu saytimiz ham pik saytlaridan biri hisoblanadi. Ya'niki larimizda biz Polpik hamda Suipik, ya'niki Polygon hamda Sui kriptovalyutalarini ishlash haqida gaplashib o'tgan edik va endigi videomizda biz ton kriptovalyutasini ishlash haqida gaplashib o'tamiz. Demak, ushbu saytimizga kiramiz. Shunchaki Google Chrome'ga tonpik.game deb yozsangiz ushbu sayt kelib chiqadi va bu saytda siz shunchaki pastdagi Continue with Google degan tugmani bosib o'zingizni biron bir gmailingizni tanlab hisobingizga kirib olishingiz ham, ro'yxatdan o'tib olishingiz ham aynan shu tugma orqali amalga oshiriladi. Demak, ushbu tugmani bosamiz. Lekin nima uchundir menda ushbu tugma ishlamayapti va shuning uchun shunchaki men Sign up degan tugmani bosib ro'yxatdan o'tib olaman. Ro'yxatdan o'tib olish uchun ushbu joyga biz username yozishimiz kerak, email manzilimizni. Xullas, to'g'ridan to'g'ri yozib ketamiz. Xo'p, username yozdik hamda email manzilimizni ham yozamiz hamda 2 marta parolimizni kiritishimiz kerak. Xo'p, 2 marta parolimizni yozib bo'ldik va ushbu joyga referralning kod yozsangiz bo'ladi, yozmasangiz ham bo'ladi, uni ahamiyati yo'q. Pastda Sign up tugmasini bosib ro'yxatdan o'tib olishimiz mumkin. Va ro'yxatdan o'tib bo'ldik. Endilikda bizda parolimizni saqlab qo'yamiz. Yuqorida qo'ng'iroqchani belgisini ustiga bosamiz va biz 10 ta bonus olishimiz kerak, chunki biz hozir yozib ro'yxatdan o'tganligimiz uchun emailimiz tasdiqlanmagan. Shuning uchun mana bu joydagi Verify now degan tugmani bosib biz emailimizni tasdiqlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bosganimizda mana shu bo'limga olib o'tadi va Verify email degan tugmani bosamiz va bizni email manzilimizga xabar yuboriladi. Shunchaki emailimizga kiramiz. Ya'niki Gmailga kirasiz, aynan shu akkauntingizga va biroz kutamiz. Bizga ushbu Tonpik saytidan xabar kelishi kerak. Xo'p, C yashigini bosamiz va ko'rtirgan yerdek Tonpik saytidan xabar kelgan. Ichiga kiramiz hamda Verify email degan yashil tugmani ustiga bosamiz va emailimiz tasdiqlandi. Ana endi yana saytga qaytib olishimiz mumkin. Uchta nuqtachani bosib asosiy bo'limga menyuni ochamiz hamda Faucet degan asosiy bo'limga o'tib olamiz. Va endi ko'rtirgan yerdek bonus Faucet 10 ta, demak bizga 10 ta bonus Faucet berildi. Bunda ham ton yutib olishimiz mumkin. Pastdagi ko'k reward degan tugmani bosamiz. 10 marta ushbu imkoniyatdan foydalanib jadvalda keltirilgan mukofotlarni olishimiz mumkin bo'ladi. Bu ham qolgan saytlar bilan deyarli bir xil, hech qanday farq qilmaydi. Shunchaki level darajasida hamda yutuqlarida, har soatlik bonuslarida farqi bor. Ya'niki hammasi har xil pul to'lab beradi. Va bunda meni ochamiz, yana Faucet bo'limiga o'tib olamiz va soatlik Faucet, bunda ham level sistemasini ko'rishimiz mumkin. Demak, 1 ton bo'ladigan bo'lsa, biz stone leveldan iron levelga o'tar ekanmiz. Pastroq tushadigan bo'lsak, bunda ham level sistemasi, demak, har doim biz stone levelda bo'lamiz va stone levelda biz 0.475 ton olar ekanmiz. Agar master leveliga chiqadigan bo'lsak, biz soatiga 1 ton ishlar ekanmiz. Demak, bir kunda 24 soatda biz 24 ton ishlashimiz mumkin bo'lar ekan. Va biz bir kunda qancha pul ishlashimiz mumkin? Hozirgi vaqtda tonning narxi 1.4 dollar ekan. Buni kalkulyatorda hisoblab ko'ramiz. 1.4 dollarni ko'paytiramiz 24 ga. Demak, biz 33.6 dollar, salkam 33 dollar agar master leveliga chiqadigan bo'lsak, bir kunda ishlashimiz mumkin ekan. Lekin bu nazariy jihatdan shunday, aytib o'tganimdek, hech kim emas, uncha-muncha odam master leveliga chiqa olmaydi. Bu juda ham murakkab. Diamond leveliga chiqadiganlar ham juda ham kam. Platinum ham xuddi shunday. Mana shu 3 ta level juda ham murakkab. Silver Goldga chiqish mumkin, ko'pchilik chiqqan ham. Platinumga ham chiqqanlar bor. Tanishlaringiz ham bo'lishi mumkin. Platinumga chiqqanlar bor, lekin Diamond bilan master leveli biroz qiyin masala. Shunday ekan, biz har doimgidek gold levelini ko'ramiz. Gold leveliga chiqib olganlar bir kunda qancha pul ishlashi mumkin? Demak,
soatiga 0,20625 ton ishlaydigan bo'lsa, buni kalkulyatorda hisoblab ko'ramiz. 0,00625 ko'paytiramiz 24 soatga. Demak, 0,115 ton ishlar ekan bir kunda va buni ko'paytiramiz 1,4 ga. Xo'p, birinchi buni endi 1,4 ga ko'paytiramiz. Demak, 21 sent ishlanar ekan. Gold levelga chiqiladigan bo'lsa, bir kunda 21 sent ishlash mumkin ekan. Va albatta bu kabi akkauntlarni siz ko'paytiradigan bo'lsangiz, misol uchun 10 ta shu kabi akkaunt bo'ladigan bo'lsa, demak siz kuniga $2 pul ishlashingiz mumkin bo'ladi. Bu albatta o'zingizni ishlash uslubingizga, mahoratingizga hamda tajribangizga bog'liq. Bu saytlarda siz o'yin o'ynab, pullarni oshirib, ko'paytirib olishingiz ham mumkin. Levelni ko'tarishimiz uchun ham biz albatta o'yinlarni o'ynashimiz kerak. Demak, menuni ochamiz va Games degan bo'lim orqali biz o'yinlarni o'ynashimiz kerak bo'ladi. O'yinlar turlicha, xohlagan o'yiningizni o'ynashingiz mumkin. Qolgan pik saytlari bilan deyarli hammasida bir xil o'yinlar. Shunchaki biz levelni ko'tarmoqchi bo'lsak, level ko'taradigan o'yinlarni o'ynashimiz kerak. Agar pulni ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, pulni ko'paytirish mumkin bo'lgan o'yinlarni tanlab o'ynaganingiz ma'qul. Misol uchun levelni oshirish uchun biz mana bu joyda stickball deb yozib qo'yilgan. Mana shu yangi o'yinda ham levelimizni ko'tarishimiz mumkin. Shunchaki pikga tikilgan hamda pastda auto deganni belgilab qo'yamiz. Ton qancha tikishimiz mumkin? Biroz ko'paytiramiz tonni. 3.0 32 yo'q, biroz kamaytiramiz. Demak, mana shu stavka bilan o'ynasak ham bo'ladi. Bir nechta, misol uchun 5-6 marta stavka qilish uchun yetadigan darajada stavka qilishimiz kerak. Shuning uchun ozroq kamaytirdim. Demak, har yutganimizda reset bo'lib ketadi va har safar yutqizganimizda biroz stavkani oshirib boramiz. Misol uchun increase by tugmasini bosamiz. Stavkani minimal qilib qo'ya qolamiz. Eng minimal stavkada o'ynaganimiz ma'qul. Va har yutqizganimizda buni 250% ga ko'paytiramiz. Demak, 250% 250% yozib qo'yamiz. Xo'p, 250% yozdik va stop lossni qo'ysangiz ham bo'ladi, qo'ymasangiz ham o'zingiz rushnoy qo'lingiz bilan xohlagan paytingiz to'xtatishingiz mumkin. Va yuqoriga chiqamiz, auto speed tugmasini bosamiz va siz deyarli hech narsa qilishingiz shart emas. Bu o'zi avtomatik tarzda o'yinda o'ynab boshlaydi va ko'rib turganinglardek yutish, yutqizish hammasi ko'rinadi. Har safar yutqizganimizda stavka ko'tarilib boradi ushbu joyda va yutganimizdan so'ng yana dastlabki stavkaga qaytib qoladi. Ketma-ket yutmoqda. E'tibor berdim, ko'pincha shu 11 raqami bilan 15 raqami tushar ekan. Hozir ham 15 raqami tushdi. Endi 11 tushdi. Shu narsaga e'tibor berdim. Ko'pincha mana shu 11, 15 hamda 9 raqamlari ko'p tushar ekan. Xullas, ko'rib turganinglardek mana shu tarzda o'yin o'ynashingiz mumkin. Mana biroz pastga tushadigan bo'lsak, mana bu joyda bizni foydamiz yoki ziyonimiz ko'rsatilib o'tiladi. Mana hozirda bizni foydamiz 0,355 qanchadir ketmoqda. Nima bo'lganda ham ozroq bo'lsa ham foyda ishlayapmiz. Shunday ekan, shu tarzda siz ham o'ynab, lekin ko'p o'ynamaslik kerak. Qancha ko'p o'ynasangiz, shuncha yutqizib qo'yish ehtimolingiz yuqori bo'lib boradi. Taxminan shu 50 ta aylanadan keyin to'xtatib o'yinda boshqa o'yinlarni o'ynashingiz yoki boshqa saytlarda o'ynaganingiz ma'qul. Mana 50 ta bo'ldi, shunchaki to'xtatamiz, yuqoriga chiqamiz va stop tugmasini bosamiz. Bo'ldi, balansimizda boya 3 edi, 003 edi, biz hozir mana 004 qilib olibmiz. Ana endi menuni ochamiz va faucetga o'tamiz. Qani levelimizga qancha qo'shilibdi. Demak, ko'rib turganinglardek 0,0039 deyarli 4 oborot qilgan ekanmiz. Mana shu oborotimiz 1 bo'ladigan bo'lsa, biz keyingi levelga o'tamiz. Xuddi shu tarzda siz levelingizni ko'tarib borib, o'yinlar o'ynash orqali ham yanada ko'proq daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Iloji boricha bu kabi saytlardan hammasidan ishlagan ma'qul. Misol uchun mana Tompik haqida gaplashyapmiz. Oldingi videolarimizda Suipik, Poolpik haqida video tayyorlab chiqardim. Bundan tashqari yana Tron, Dogecoin, BNB, Litecoin'dagi, xullas juda ham ko'p shu kabi saytlarimiz bor. Hammasida o'ynaydigan bo'lsangiz, hammasida shunchaki siz soatlik faucetni olib ham kuniga $5-6 pul ishlaydigan darajaga yetib borishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun esa faqatgina vaqt talab etiladi. Birozgina vaqtingizni sarflasangiz
shu darajaga erishib qo'shimcha daromad manbaiga ega bo'lishingiz mumkin. Bu pullarni qanday qilib chiqarib olamiz? Demak, yuqoridagi menyuni ustiga bosamiz hamda bizda depozit hamda withdraw degan tugma bor. Depozit bo'limini tushuntirib o'tmayman, chunki pul tikishni sizlarga maslahat bermayman. Shunchaki sarmoyasiz pul ishlashni maslahat beraman. Withdraw degan tugmani bosamiz va minimal pul chiqarish 0,1 tonga teng ekan. Demak, 0,1 ton bo'lgandan so'ng siz pulingizni chiqarib olishingiz mumkin. Select Network'da ton, demak siz Binance'ga kirasiz hamda ton hamyoningizga kirasiz. Ton manzilingizni olib, ushbu joyga withdraw adres degan joyga ton manzilingizni yozishingiz kerak bo'ladi. Lekin ushbu joyda tag degani ham mavjud. Binance akkauntda tag yo'q. Mana shu joyga e'tibor berishingiz kerak. Agar siz tag yozmasangiz, pullaringiz hisobingizga kelib tushmaydi. Shuning uchun siz bu akkauntdan pullarni Binance akkauntingizga ham ko'chirib ola olmaysiz. Shuning uchun biz hozir Faucet Pay hamyon orqali ushbu pullarni chiqarib, so'ngra Binance'ga o'tkazish to'g'risida hozir sizlarga tushuntirib beraman. Xo'p, buning uchun Google Chrome'ni ochamiz hamda Faucet Pay deb yozamiz. Bu Faucet Pay ham kashlyok hisoblanadi, mikro kashlyok hisoblanadi. Demak, bunda ham sign up tugmasini bosamiz. Demak, username yozishimiz kerak. Username yozamiz. Xo'p, username'imizga shunchaki ism yozib qo'ysangiz ham bo'ladi. Continue tugmasini bosamiz hamda email manzilimizni yozishimiz kerak. Continue tugmasini bosamiz hamda 2 marta yana parolimizni yozishimiz kerak. Parolimizni yozib bo'ldik va Continue tugmasini bosamiz va robot emasman tugmasi bilan tepadagi qoidalar bilan tanishdim degan galочкani qo'yamiz. Va biroz surib, mana bu nima deysa, puzzle'ni to'g'rilab olamiz. Demak, yuqoridagi ketma-ketlik bo'yicha tanlaymiz. Demak, yulduzcha, magazinda korzinkasi hamda kalendarni tanladik. Apply tugmasini bosamiz. Va sign up degan pastdagi tugmani bosamiz. Va biz ro'yxatdan o'tib bo'ldik va bizni email manzilimizga yana xabar yuborilgan. Gmailimizga kiramiz. Va Faucet Pay'dan xabar kelgan, xabarni ichiga kiramiz hamda silkani ustiga bosamiz. Ko'k rangdagi silkani ustiga. Shu bilan bizning akkauntimiz tasdiqlandi va bemalol biz ushbu hamyondan foydalanishimiz mumkin. Login tugmasini bosamiz. Email manzilimizni yozamiz. Xo'p, email manzilimizni yozdik. Continue tugmasini bosamiz. Robot emasman parolimizni yozib, robot emasman tugmasini yana bir marta yechib olamiz. Va yana ketma-ketlik bo'yicha, demak, korzinka, kalendar, yulduzcha, apply tugmasini bosamiz. Va login tugmasini bosib hisobimizga kirib olamiz. 2FA kod yana bizni email manzilimizga xabar yuboriladi. Va kodni kopirovat qilib olamiz. So'ngra yana ushbu saytga kelib joylashtiramiz. Va verify tugmasini bosamiz. Shu tarzda hisobimizga kirib olishimiz mumkin. Mana bizda hozir Faucet Pay hamyonimiz ochildi va biz endi tonna depozit qilishimiz uchun yuqorida menyuni ochamiz hamda dashboard degan ustiga bosamiz. User dashboard deganni tanlaymiz. Demak, biz o'zi user dashboardda ekanmiz. Shunchaki mana bu joyda overview'ni bosamiz va wallet deganni tanlaymiz. Biroz pastga tushamiz, tonni topamiz. Xo'p, mana oxirrog'ida mana ton coin deb yozib qo'yilgan ton va mana bu 3 ta nuqtani ustiga bosamiz. Depozit degan tugmani ustiga bosamiz. Galочкani bosib olamiz. Confirm tugmasini bosamiz va mana ko'rib turgan yerlardek ton adresimiz hamda tag. Demak, mana shu tag. Ikkalasini kopirovat qilib olamiz, manzilimizni hamda demak biz tonga qaytib olamiz. Demak, ton pikdagi withdraw adres degan joyga joylashtirasiz hamda tag yozishimiz kerak. Tagni ham kopirovat qilib olib kelamiz va tagni ham stavit qilib qo'yamiz. Shundan so'ng qancha pul chiqarmoqchi bo'lsangiz shuncha pulni yozasiz hamda withdraw tugmasini bosib pulimizni chiqarib olishimiz mumkin. Pullarimiz bizni Faucet Pay hamyonimizga kelib tushadi va bu hamyondan siz
endilikda depozit emas, yana Ton coin'ni topasiz va bu joyda yana 3 ta nuqtachani bosib, endi esa withdraw degan tugmani bosishingiz kerak bo'ladi. Va endi siz Binance akkauntingizdan Ton manzilingizni kopировать qilib olib kelib, mana bu joyga qo'yishingiz kerak. Linked adres degan tugmani bosasiz va shunchaki o'zingizni Binance'dagi Ton manzilingizni ushbu joyga yozasiz. Va pastga qancha summa bo'lsa, ishlagan summangizni yozishingiz kerak. Lekin bunda ham tekst bo'lmoqda. Demak, biz Binance'ga bu hamyondan ham Ton coin'imizni chiqara olmas ekanmiz. Shuning uchun yana boshqa bir yechimi bor. Yuqoriga chiqamiz va 3 ta chiziqchani ustiga bosamiz. Demak, user dashboard emas, mana bu all degan tugmani ustiga bosamiz. Hamma bo'lim ochiladigan. Shundan so'ng coin swap degan bo'lim bor. Ushbu coin swapga o'tasiz va mana bu joydan tonni tanlaysiz. Demak, bosamiz va tonni tanlaymiz. Pastga esa boshqa bir valyutani tanlaymiz. Misol uchun Dogecoin tanlashingiz mumkin. Shunday qilib, o'zingizda bor Ton coin'ingizni maksimal yozib, Dogecoin'ga o'tkazib olasiz va Dogecoin'ga o'tkazganingizdan so'ng yana hamyon bo'limiga o'tasiz. Mana user dashboardga o'tib olasiz. Yana overview'ni bosib, wallet'ni bosasiz va endi sizda Ton kriptovalyutangiz Dogecoin kriptovalyutasiga o'tgan bo'ladi. Shundan so'ng yana 3 ta nuqtachani bosib, siz endi Binance akkauntingizga Dogecoin ko'rinishida o'tkazib olishingiz mumkin bo'ladi. Withdraw tugmasini bosamiz va shunchaki Binance'dagi Dogecoin manzilingizni ushbu joyga yozasiz, linked adres qilib qo'yasiz va qancha Dogecoin bo'lsa shuni yozasiz. Bu joyda ikki xil usuli bor: 5 daqiqada tushadigan usuli hamda 4 soatda tushadigan. Shunga qarab komissiyasi har xil. Misol uchun 4 soatda tushsin deydigan bo'lsangiz, 1 Dogecoin komissiya oladi. Agar 5 daqiqada tushadi desangiz, 2 Dogecoin komissiya oladi. Xuddi shu tarzda pullaringizni bemalol Binance'ga ko'chirib olsangiz bo'ladi. O'ylashimcha ushbu videomiz sizlarga tushunarli bo'ldi hamda ma'qul bo'ldi degan umiddaman. Agar savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada yoki bo'lmasa Telegram username'imni ham yozib qo'yganman. Bemalol savollaringizni berishingiz mumkin. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Albatta video yoqqan bo'lsa bitta like hamda kanalga a'zo bo'lib qo'yishni unutmang.